gunohim bor edi bilmadim. Ko'zlaringga men vaqtida to'ymadim. Kelmagin seni umuman sog'inmadim. Sevasanmi sevmaysanmi endi farqi yo'q. Zo'rlarim ketardi havolanib, kunlarim o'tardi ko'z sog'inib. Mana kelibsan oqibat qiynalib. Sevasanmi sevmaysanmi endi farqi yo'q. Endi farqi yo'q, menga farqi yo'q. Sevasanmi sevmaysanmi menga farqi yo'q. Menga farqi yo'q deb qo'ling siltaganding. Esingdami eslasang ham endi farqi yo'q. Endi farqi yo'q, menga farqi yo'q. Sevasanmi sevmaysanmi menga farqi yo'q. Alo. Nima gap? Siz Jasur aka. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Farruh yuribdi uyda. Menga farqi yo'q deb qo'ling siltaganding. Esingdami eslasang ham endi farqi yo'q. Sen bilasan, bitta uyimiz kelib qoldi, men chakmasam. Men ham chakmayman-ku. O'zidan o'zi kelib qolmaydi-yu. Men suv iching. Charchadingizmi? Rosa ham charchadim. Kuni bilan ishda bo'ldim. Ushlab bo'pti. Dam oling. Chiqay. Otvorman buni, uyimizda bunaqa narsalar turmasin. Xo'p. Degan tuyg'ular senga begona edi. Hozir ular senga chin do'st, chin yo'q. Endi meni ajratishni o'rganibsan. Senga 15 minut vaqt narsalaringni yig'ishtirganda chiqib ket uyimdan. Tushunarlimi? Alo. Nima bo'ldi jonim, tinchlikmi? Jasur aka, qayerdasiz? Hozir uyingni kuzatib bordim. Bilib qoldilar Farruh akam. Nimani bilib qoladi, tushunmadim. Nima? Kunyapsiz meni ustimdan? Bilib qoldilar bizani. O'zingizni ham vanada qoldirib ketasizmi? Esimdan chiqib qopti-da. Nima qilishim kerak endimi? Agar yo'lini o'ylab topmasangiz, nima? Sizni sotaman. O'ylab gapiryapsanmi? Ha.
Xo'p, Jasurbek. Xo'jayin uydamisiz? Ha. Tez qurilish bo'layotgan joyimizga yetib kela olasizmi? Ha, bo'ldi, boraman. Hozir lekin senda ko'nglim yo'q. Qo'y yig'lama, meni qiynama, meni o'ylama, yana sevaman dema. Bo'ldi qo'ygin, keta qolgin. Meni endi qiynama, ko'zlaringni yoshlama. Endi farqi yo'q, menga farqi yo'q. Sevmasammi, sevmaysammi, menga farqi yo'q. Menga farqi yo'q, deb qo'ling siltaganding. Esingdami, eslasang ham menda farqi yo'q. Shahrimizning eng ko'zga ko'ringan obro'li kishilardan biri bo'lmish Farruh Hamrayev noma'lum ravishda ishsiz yo'qoldi. Hozir biz bu haqda bilish uchun Farruh Hamrayevning ofisiga keldik. Jasur aka, ayta olmaysizmi, Farruh Hamrayev haqida nima deya olasiz? Hozir hech narsa bilmaymiz, bu bilan tegishli odamlar shug'ullanyapti. Endi farqi yo'q, menga farqi yo'q. Sevmasammi, sevmaysammi, menga farqi yo'q. Farruh Hamrayev yo'qolish haqida nima deyasiz? Farruh Hamrayev g'oyib bo'lib qolishi bizning ishimizga ham ta'sir qilyapti. Bu ish bilan kerakli xodimlar shug'ullanyapti. Topilib qolsa xabar beramiz. Menga farqi yo'q, deb qo'ling siltaganding. Esingdami, eslasang ham menda farqi yo'q. Nima bo'ldi? Shotda u. O'lkani o'z ko'zing bilan ko'rding-ku. Yo'q, siz aldadingiz meni. Nima deb aldadi? Olma qanaqaman baxtli edim. Bo'ldi, tur ket. Yo'q, qo'rqaman. Nimadan qo'rqasan? Yo'q-u. Alam, qayg'u degan tuyg'ular senga begona edi. Hozir esa ular senga do'st. Qayg'u, alam, degan tuyg'ular senga begona edi. Hozir ular senga chin